Külfet tartkan dadının keçirmişi 15. kısım. Aka aldın kıtımma bizler akımızda maşını dikkat kılmaya hazırlık tekittikten onu doktorxanaga berip tekşürtüp qilamiz deb aş bir va'dam bor aka. Bol bugungi savatning hammasi men qilyaptim. O cho'ng gap emas, deyishgidek gap emas bu. Shunga bizim ishimiz mattiga uydan inib chiqqancha cho'nglar bek ansirab telefon qilaverdi. Men ishimizni to'y qilmoqchi to'xtatdim. Men qizning onasi bek ansirab telefon qilaverdi. Biz bir qaytib qilaka. Ha. Bu deganimiz bek bilan bo'ldi. Oldin qatimliq ishnimi chalib puli men anglagan lekin Abdurashid menga demadi. Men boshqalarning shu dadamninki bir mashinaga azroq soqolab ketgan ahvolni anglagan. Buning sizlarimizni mudim. Anglasam siz Abdurashidninki yaqin og'inisi ekansiz. Nimishqa Abdurashidga bevos telefon qilib o'sha ahvolni demadingiz? Telefonni qiljaq telefon qildim faqat o'g'limni aytdim. Tamam. Rahmat japa chekibsiz. Unda olab qolib qolsa, shu bir fursatda sizga bir rahmat aytmoqni bo'lib qolib qolsa, o'z qizlarim bilan bir piyola choy qushib bir vaqt tomoqni birga juring. Bo'ldi, rahmat aka. Juring. Ya juring. Men sizning shafoatingizga cho'qim javob qaytarmasak bo'lmaydi. Men inim degan lafzdan o inja kelmaydi. Juring. Bo'ldi aka, o'zimizning dadasiga o'xshash sizning dadangiz va og'inamning dadasi bor. Cho'ni bek ansirab ketdi, bizim qaytib qoldi aka. Ma'qul aka, siz o'zingiz asrang. Ma'qul xo'sh. Ma'qul aka, xo'sh. Kam, men bir telefon qilay. Ma'qul. Xudo. Bizdan nimadan ansirsiz? Yaxshi mush aqko'ngil balaga chiqib qolibsiz. Agar shu sunda tunjiq uylab qolgan bo'lsangiz, biz nima qilgan ta'til top? Bizning yoshligimizda nim ahmid qoldi da. Xudo. Siz bizning dadimiz. Qiynalsın, qistalsanız bevosita meni izlang. Kichikgina bir ishlandi deb hayotdan dovutibman. Oldin qatimmi og'amchiq eslabsiz. Keyin qatim mashina so'qatdi. Endi top qolib qolsa, daryoga chiqib so'g'ib o'zimizning etishdan o'rnimamadi da. Men latigoy bilan nima deyishay? Yana ağotun ishkisi sizga zulm sabab mana shu uydan chiqishga majbur qilgan o'xshaydi. Endi sizni ko'rtqonga fursatmi yo'q buni akaslarga? Tushunadi. Hanim bo'lsa achishlik qopsiz dedi. Oshxonga bir kirib bir vaqt tomoq yeyiladi. Abdus to'pon. Voy, Aka kelsem yo'q ya siz uydan. ne kelsan yo'q? Chiqaroq kelgan hozir. Dadamda ensirabmasan maysan ha? Oy, dadam hozir Allah. Hey Lata. Edem bo'lmayotgan shovch qisproch. Doktorxona oldiq kela. Men bog'layman sana deb turay. Oy, aka nima sholabda? Xudo gap qilmay kelayim shay deb sho'g'ini deb turam sana. Ha, ma'qul aka. Doktorxona oldiq ketdim, al. Qaqshar tirab yigil. Oltinlar va chiroqdim. Ma'qul, hazırlam. Xudo. Enim bo'lsa saqqabsiz. Abdurashidga laqma kelaydi. Qolgan gapni shovch kelgan dedi shay. Sizmo faqat bir sirimizni bilmadingiz. Balam, men ishdan xafa bo'ldim. Men ishdan qo'sh bo'ldim. Ya, men o'tirsam sen qiynalib qolayotganman. Yanginiz manda da'vatida. Ya, Abdurashidxon balam, manda da'vatida deymay. Beshulab qolmasdan o'lgan bilan nima ish tugab qolarmi? Sizga uylarsiz, uylab qutlasiz. Biz qanday qilamiz? Ha? Yanimdashlik bo'lib ketamiz. Ahmoq dada. Ahmoqda. Yolg'on sira. Abdurashid kelganda bir qurq deyish o'tib. Undan keyin bir qamoq yedi.
Aqli kishi. Aqli kishi deb ancha-muncha baqildirans qo'yib qo'ysami, xotinlar jo'rab buzib ketib qo'ysami, aqli kichik deb bolam, men da'vatini demang. Siz o'z oldingiz qaror chiqarib, yine esib olgan bo'lasiz, og'amchiga. Dedi, mashina oldiga o'zingiz aytib olasiz. Dedi, daryoga suv sekirib olsundami? Siz aşdınan oynab, bizni oynab bakmadınız. Az sığındırımla oynab bakmadınız, ama anamdan o vaksız ağrıldık. Hem de sizde mi ağrılsak? Biz ne bulup getamiz? İşte bu da işte. Ettigen nimbergen dadamga. Pul vergen. Aşağı açıp tamak yap gittin de. Özden pul alıp tamak yüzü öyle geçip koysam ondan. O hem aşağı açıp tamakını müdüm öyle kapıp koysam bulam da. Çok canım kadem öz tamak yap giderler. Kaç lira vergen? 50 koy. Burası yap lan. 11 koy vergen. 10 koy alırmayıp, 1 koy su içip işte öyle gittin de. Bu çınımaz. Öyle gittiğinde ayıp koyamazsan mış yok. O hem ata öyle kapıp koymsam çok kadem öz giderler diyor. Bakalım dinlesem ayıp koysam mümkün ama. Ayıp var. Bana işte bu. Künde bakalım pul koymayın. Filmimizni yoqtirgan bo'lsangiz bizni qo'shib olib davomini ko'rishni unutmang.